Assalamu alaikum, kitapxumar aziz qarindoshlarım. Sizlarning huzurunglarda Hamid Hamrayevning G'o'jlar Nayranglari nomli tarixiy romanining davomi. Yoqtirib anglag'aysizlar. 7-bob Qarishar. 3 Muhammad Xon dağlıq Hitka mescidining oldida kutib olindi. Go'yo Jimi Qashqar xalqi mushu yerga yig'ilgandek, masjidning atrofi bilan yaqin oralig'idagi ko'chalar odamlarga liq to'lgan. Shoh Shujjiddin Ahmadning shaxsiy ulanitga nökerlar odamlar to'lqinini ikkiga bo'lib masjidga kiradigan yo'l hosil qildi. Ushbu yo'lning ikki qasnig'ida ikki qator lashkarlar sap tuzdi. Nayza tutgan birinchi qator maydondagi odamlarga g'iloblarda agir qilich bor ikkinchi qator yo'lga qarab turdi. Masjid balandpaylariga 6 sazenda karnay surnaylarni chalmoqda. Nag'richilar bayni ular bilan bes-besga tushgandek ajoyib sadolarni yangratmoqda. Muhammad Xon oliy amaldorlar, sardorlar, muhabbatchilar ve başka mulazimlarning hamrohligida masjidga yo'l oldi. Odamlarning shod ovozlari, madhiya so'zlari ostida ular masjidning bu so'xsini atlishiga muazzinning peshin namoziga da'vat qilgan azini anglandi. Buningga oldin ola tayyorlik ko'rilganligi ko'rinib turadi. Chunki masjidning ichidagi va keng tashahhulsidagi kishilar birinchi qatordan bir necha o'rin qoldirib jay namozlarini silib peshinni o'tashga tek edi. Muhammad Xon salmoqli qadam tashlab bo'sh yerga keldi. Paka bo'yliq, oq chashliq, uchisiga oq chakman kiygan, beshiga yo'g'on salla yugigan bir bovay xonga egilgunicha namozxonlar turgan birinchi qatordan 2 qadam olg'a chiqdi. 2 kun o'tib peshindan keyin Yakan Uyg'ur xonligining hukmdori Muhammad Xonning otliq qo'shini mamlakatning sharqiga qarab minib ketdi. Ular yurishga otlangan edi. Muhammad Xonning farmoni bilan uning o'g'li shahzoda Shoh Shujjiddin Ahmad garchi Qashqar otliq lashkari qo'shin tarkibida jazman kirishi lozim bo'lganiga qaramay yurishga qatnashmadi. Bir necha hafta mobaynida yo'l mangan qo'shin Aqsu ve Kuchar shaharlarini ortda qoldirib safarini davomlashtirdi. Qashqardan Kuchargacha bo'lgan tavada yashag'uvchi ko'plagan yeza, kent, shaharlar aholisi Muhammad Xonning qo'shiniga beparvo qarashadi. Ular qo'shinni ta'minlashga zarur bo'lgan qo'y, to'xu, tuxum, bug'doy ham arpa qatorliqlarni yerlik hokimlarga kumush tangilarga setishga majbur edi. Maral beshida yaşangan bir dehqon ketminiga tayangan holda etmalim etizg'i mangan bo'lsa kerak. Hasrat ichra 5-chi chayqagan qiyofatda yiroqlashayotgan qo'shinning keyindan uzoq qarab qoldi. Dehqon bugun tong saharda o'zining hovlisiga hokimning yugurib kirib gap qilmay qo'tandiki 6 qo'yning ikkisini so'rab ilib mang'inni tushunmadi. Ko'nrab ketgan uydan o'qdek chiqqan uy egisiga qarab qo'ymagan hokim dehqonning qadoq bosgan qo'liga bir necha tangini tutqizib, "Xafa bo'lma, ilohim, xonimizning farmoni shundoq" dedi. Qashqarning ko'na yo'li daryo sahilini bo'ylab o'tadi. Daryoning shiddatli iqishidan huzurinib kelayotgan Abdurahim yanada at ustida sal ingishib miqdak o'ltirgan qashqarlik otliq lashkar boshlig'iga kulimsirab dedi. "Buni daryoning bizning Yakan bilan bes-besga tushalaydigan turi bor. Suhbat ishi jiddiy qiyofatda bes-besga tushib bo'ldi" dedi. Abdurahim uningga g'alati qaradi. Biroq gap bu yerda boshqa nima haqida? Mamlakat boshlig'ining qarorgohi Yakanda taxt varisining an'ana bo'yicha Qashqarda ekanligi to'g'riliq bo'layotganini tushundi bo'lg'ay. Norozilik alpazda qara to'riq etiga qamchi besib aksi 3 Muhammad Xon mulozimlarga berib qo'shildi. Abdurahimning keyindan uning muhabbatchilari otlarini qamchilig'iga turdi. Qashqar atliq lashkarining sardori boshqa narsani nazarda tutgandi.
u Uyg'urlarning bir-biri bilan o'zaro raqobatlashayotgan so'pilarning ikki jamoasiga bog'liq ikkiga bo'linib ketganligi haqida gap qilgan. Yakanda cho'nqur uch tortgan Qoratog'liklar kurming adamga, shu jumladan 3 Muhammad xonning o'zigimi buni hamma biladi, qattiq ta'sir tekkizgandi. Aqtog'lik xo'jalar aksicha Qashqar va uning atrofida g'oyat zo'r ommaboplikqa ega edi. Ko'rlini besib o'tgan Muhammad xonning qo'shini 18 kun deganda o'zlarining bema'ni sayliga chiqmaganligini his qilishga boshladi. Tarkibida Yusuf bor oldimang'uchi lashkarlar Ko'rlar bilan Qarasharning orasidagi tog'da uyushtirilgan do'zaxga duchor bo'ldi. Asosiy qismdan bir chaqirimdek oldiga ketgan 20 sarvaz tar chatqalga kirishiga yo'g'on toshlar ular tomon yomg'irdak yog'di. O'qiyotchilar hujumga zarba berishga tayyor edi, biroq yon beg'irda hech kim ko'rinmadi. Bu yerlarni yaxshi biladigan Yusuf toshlarning tasaddufiy tushmaganligini birdan tushundi. Ko'rlar bilan Qarasharning oralig'idagi ulug' Tangri tog'ining bir tizmasi bor bo'lib, uni aylanib o'tadigan va mamlakatni shimoliy tava bilan bog'laydigan tanho yo'l mavjud edi. Etini himoya qilish maqsadida zo'r g'ar toshga chaplashib turgan Yusuf toshlarning g'ulishidan esangirab, qo'rqib ketgan, etidan tushib ulgurmagan navkarga vaqirdi. "Kayningga chap, pistirmidin, ogohlantir qolganlarni." Mushu voqeadan keyin ta Qarashargacha hushyorlikni saqlagan holda mangdi. Qo'shinda kayfiyatmi o'zgargan. Bu haqda hech kim ochiq og'iz ochmasmi, barcha lashkar hamon ushbu yurishning oson bo'lmaydiganligini tushunadi. Muhammad xon butunlay xotirjam edi. U Qarashar hokimining jiddiy qarshilik ko'rsatmaydiganligiga ishonadi. Shunga u shaharga yaqinlashganda chedir tikib, uzoq muddatli qamalga hozirlanishga buyruq bermadi. Muhammad xon Xudobandining jimiy kuchini Turpanda markazlashtiradiganligiga gumonlanmadi. Shu sababdan u Qarasharga o'zining vakili Qashqarning otliq lashkar boshlig'ini avatdi. Lashkar boshlig'i shahar hokimiga Muhammad xonning darvozasini ichib, shartsiz beqinishi to'g'riliq buyrug'ini e'lon qilish kerak edi. Muhammad xon qon to'kmaslikni va'da qilgan. Qarashar hokimining buyruqqa bo'ysunishdan boshqa ilojisi yo'q edi. Hokim darrov o'rnidan elinib, uning o'rniga Muhammad xonning Qashqardagi vakili Hizmaxon ismli sardor hokimlikka tayinlandi. Kechga qadar Muhammad xonning qo'shini shaharga kirdi. Bomdoddan keyin ular yurishning oxirgi nishoni bo'lgan Turpanga otlanmoqchi edi. Qarashar strategiya jihatdan bek mu'ablik joyga o'rinlashgan shahar. Shimolida Tangritog' tizmalari so'zilib yotadi. Janubida ajoyib ko'rkam Bag'rash ko'li, g'arbida Taklimakon cho'li, sharqida Turpan o'ymonlig'i. Qarashar mamlakatning naq markaziga o'rinlashg'achqa, xonlarning ko'plagan avlodi ushbu zamin uchun shafqatsiz kurashib kelgan. Qarasharning hech bir qarshiliksiz berilganligi hoshyorlikka da'vat qiladi. Amaliyot shundoq. Muhammad xonning yanida bir muoliy amaldor, diniy ulama, sardor yoki hukmron sulolaning vakili bo'lmadi. Hajava. Qarashar hokimi hech bir davosiz xonning talablarini shuncha tez o'rinladi. Hajab. Ammo lekin ko'pchilikka taalluq bu fikr hech nimani o'zgartirmadi. Chunki qarorni birla odam qabul qildi va mazkur qaror boshqalarning fikriga zid keladi. Turpanga yurishga otlangan qo'shin ayrim otryadlardan tashkil topgan. Sultonlar, shahzodalar, diniy ulamolar, yirik yer egilguvchilar lashkarlarni qurol-yarog', ot-uloq, kiyim-kechak bilan ta'minlatdi. Harbiy yurishlar qutuqliq oyoqlashsa, xon ularni sovg'alar bilan mukofotlatdi, lavozimlarga tayinlatdi, yer sovg'a qiladi. Bu kechada Qarasharda hech kim kirib qoqmadi. Xon tarafidan amal berilgan va qurolli lashkarga ega odamlar ushbu yurishdan tushadigan tafovutini hisoblashadi. Kuch jihatdan ojiz Xudobandining tarafdorlari Muhammad xon tayinlagan hokimning oyoq ilishidan tashvishlanib,
kelajak taqdiri haqida o'ylashatdi. Shaharning oddiy puhrasi, hunarvandlar bilan dehqonlarla atrofda nimalarning bo'layotganligiga taajjublanadi. Ular urush janjallarining aniq sabablarini bilmaydi. Bir tilda gaplashadigan va qarshi tarafda urug' tuqqanlari bor odamlarning o'zaro terikishib, behuda qon to'kishlarni sodir qilayotganligining sababi ularga qorong'u edi. Mushu oddiy kishilar bu kechini uyqusiz o'tkazdi. Ular tong saharda turponga otlangan lashkarlarning birovning qinini behuda to'kmay, xuddi qarishardikidek yurishning tinchlik yo'l bilan oxirlashishini Allah Taaladan so'ratdi. 8-bob Qamal. Qarishar turg'unlarining umid armonlari amalga oshmadi. 4 kundan keyin Turponga yetib kelgan 3-Muhammadxonning qo'shiniga tirkishishning uzoqqa so'zildiganligi ayon bo'ldi. Hurpaygan shahar tashvishlik umid arzu ichida edi. Shahar sirtidagi uzum qaplagan do'ngliklar, kulrang, so'q qal'a sepillari sharoitida texmu andishli ko'rinadi. Muhammadxon oldirmay harakat qilish qaroriga keldi. U Xudobandining o'ylanib, xatoligini bo'yniga ilib, shahardan chiqadiganligiga umid qilgan. Xudobandining 10 yildan ortiq Turponni boshqarayotganligi va bu vaqt ichida uning mamlakat hukmdorining buyrug'ini ikki qilmay o'rinlab kelayotganligi xonni shunday xulosa keltirgan. Xudobandining isyoni go'yo tomdan tarash tushgandekla bir voqea edi. Muhammadxon bu o'zgarishning sababini bilishga tirishyotdi. U o'zining bir muncha amaldorlarining Xudobandini qattiq jazolash kerak deyishlariga quloq solmadi. Muhammadxonga Xudobandida bu o'zgarishlar nimishga yuz berganligini, uning xonga qarshi isyon ko'tarishining qanday sabablari bor ekanligini aniqlash muhim edi. Muhammad isyonning sababini bilmagachga shaharni qamalga elish bilan cheklanib, faol harbiy harakatlarga o'tmay turishni qaror qildi. Hech bir o'zgarishsiz oradan bir oy o'tib ketdi. Har kuni saharda Turpon masjidlaridan muazzinning bomdodga da'vat qilgan azini anglanganda qo'shin lashkarlari harakatga keladi. Har yuzlikdan namozni qazo qilishga 2 dan lashkar bo'linadi. Qolgan lashkarlar qadimiy Turpon zamaniga jay namozlarini silib, sap tuzib, muqaddas Makkaga qarab namoz o'tashga kirishadi. Shaharni qurshab turgan tomlarning ichki tarafidagi ularning vatandoshlari ozroq odamni kuzatga qoldirib, qiblaga qarab farzini ado qiladi. Ularning farqi shunda ediki, shahardagilar namozni masjidlarda, uylarda o'tadi. Turponni qurshab olgan yakanliklar, qashqarliklar, kucharliklar, oqshulqlar, xo'tanliklar yurish chedirlarida Allohga iltijo qiladi. Bir oydan ortiq vaqt davomida har kuni bomdoddan keyin Muhammadxonning chedirga peshin egib, xon savollarini kutib, ular sardori kiradi. Bu odat kun sayin takrorlanadi. Egiz bo'yliq, chochlarini oq arilgan, qo'yiq, ammo qisqa soqolliq, sal to'liq bo'lishi qaramay, harbiy qattiq qamatlik ulan sardori o'ng qo'lini ko'ksiga tutgan qiyofatda hurmat bildirib turdi. Uning yo'g'on beshi egilgan bo'lib, u xonni ko'rmisimu hukmdorning kayfiyatini aniqlab olish iqtidoriga ega edi. Biror o'zgarish bormi Bavdun? Yo'q, Ali hazratlari, hammasi burunqidek, javob berdi ulan sardori beshini ko'tarmayla. Hech kim kelmadimi? Shundoq, Ali hazratlari. Undaqda yana kutimiz. Ularning yemak ichmaga tugishi kerak bu axir. Muhammadxon norozilik alpaz ko'rsatdi. U yumshoq, keng, aplik taxtida o'ltiradi. Bavdun jim. Ishkilarda yasovullar turgan chedirda Muhammadxon u yoqdan bu yoqqa mengishga boshladi. Muhammadxon ulan sardorning yiniga kelib, odatdagidan past ovozda so'radi. U nima o'ylayapti ekan? Xonning ovozidan uning nimagadir ishonchsiz ekanligi bilinib turadi.
Bütkül ömrüni Muhammedxanның yenide ötküzüvatkan Bavdun beşini sel kötürüp xanğa köz taşıdı ve azırak süküttün keyin qat'iy cevap verdi. U hazır perişan mikin deymen, hücumga çıkmaydı. Eğer u öz küçüge işçilik bolmasa, bu işlerini kılmagan bolatdı. Şunun bilen bille, Ali Hazretleri, u sizning hareketleringizga ajablanıvatsa kerak. Bavdun gepini tügütüp jim boldi. Biroq Muhammedxanның hareketleri yalğız Xudo bendigila emas, şäherni qamalga alganlargymı düşünüksiz ekenligi toğırlıq oyuldu. U bu haqda eg'iz açalmadı, amma faqat leşker başları bilen Ali emeldarlarla emas, addi jangchilarmı Turpan sepillerinin aldıda uzaq turishdan narazi ekenligini biletdi. Jangchilar çapsanroq isyonni besip, öýlerge qaytishni arzu qılatdı. Ular eng bolmasa Qashqardagidek şäherge kirip, birer binaga urinishni xalatdı. Hazirza jangchilar Turpanның uçuq asmini astida edi. Bavdunның sözlerinde nazuk kinoya, hatta tana barlığını sezgen Muhammedxan onunğa rəncimidi. Muhammedxan üçün Xudobandining özü oxşaş İshaq Hojining muridi ekanligi muhim edi. Şunlaşqa u imkon qadar qon to'kilmaslikni istatdi. 9-bab Hadidja shunchalik jurab ketgan ediki, uni ko'rgan odamning arvoyi 40 kez uchatdi. U kechlari kirpik qaqmatdi. Hammadan avval u bolalardan ansiradi. Uning 3 o'g'li hammani tushunadi, biroq hech nima qila olmadi. Bolalarning oldida Hadidja o'zini tutishga tirishadi. Yolg'iz qolgan desa, ko'zlaridan taramlab yosh to'kilib, uni tunjuqtiradi. U Alloh taoladan bolalarni bola qazodan saqlashni o'tinib munojat qiladi. Hadidja Xudobandini shunchalik yaxshi ko'radiki, uning bu muhabbati Xudobandining o'y xiyoliga, tafakkuriga, niyat maqsadiga ko'chgandek bo'ladi. Hadidja 10 yildan ortiq vaqt eri boshqurayotgan Turpanni o'zining tug'ilib o'sgan yurti yakandanmi ortiqroq yaxshi ko'rib qolgandi. Lekin Hadidja uchun bolalari qimmatli edi. Tunji o'g'li Muhammad Hashim otasini to'liq qo'lladi. U otasi bilan bu mavzuda gap ichishga jur'at qilolmaganligi bilan dadasining haq ekanligini bir necha qitim aytgan. Mening bovam Kuraysh sultan 3-Muhammadxon o'xshash Abdurashid xonning o'g'li dedi u takror. Shundaq bo'lib turib, mening dadam Turpanni idora qilishga munosib emasmi? Hargiz. O'g'lim tunjisining ikkinchi buvisi ranjishni paydo qilib olmaslikka tirishib asta so'zladi Hadidja. Hamma narsa sen o'ylagandekla oson emas. Sening dadang 10 yildan ortiq xotirjam boshqurdi-ku. Tashvish, andishidan shapimi yo'qdi. Biroq, nima biroq apa? Siliq radiya bermoqchi bo'ldi anasiga Muhammad Hashim. Biroq o'g'lim, meningcha bo'lsa, dadangning to'g'ri emas. Albatta biz shu jumladan men uning bilan oxirigacha birga bo'lamiz. Lekin sen va ukalaring shuni bilib qo'yinglar, dadanglarni xon bilan yaxshi xo'p qilishga hali kech emas. Hadidja gaplarining o'g'liga yoqmayotganligini biladi, biroq u ichidikini aytishi kerakdi. Qandoq? Tavjib ichra so'rdi Muhammad Hashim. Hadidja birdilla javob bermadi. U o'zining yanida baxtliq atlash ko'rpida o'tirgan o'g'lining beshini siypag'ach javob qaytardi. Bilamsan o'g'lim, biz g'o'jilar rahbarlarga chiqish yo'lini tepishimiz lozim, dedi Hadidja oldirmay so'zlab. Sening dadangmi, bizning xon Ali hazratlarimi, shu so'pliq jamoatning vakillari? U jimib qoldi. Ondan o'g'lining peshanasiga so'yib qo'yib, uni o'zidan yenik ishtardi. Muhammad Hashim onasiga diqqat bilan qaradi. Uning chiroyi hasratlikdi. U o'zining bu holdan yoshirishga tirishmadi. Mehribonlikqa to'lib tashgan ko'zlari o'g'liga tikilgan edi. Biroq, qanday qilib apa? Hozir bu oson emas. G'o'jilar rahbarlari Abdukerimxon davridan boshlab g'azabga uchirgan. Ishaq Xo'ja mamlakatdan haydalgan. Muhammad Imin qayerda? Bu noma'lum. Hadidja yana shuk bo'lib qoldi.
Lekin Muhammed Han davrida g'o'jilar qaytib kelyotdi-ku. Vasitchilik qildigan odam tepishimiz kerak. Muhammed Han, xususan dadam tinchaydigan shundaq odam bormi? Gap mana shuningda o'g'lim. Sening dadang tersa, u bir ishga bel bog'lasa, uni niyatidan yandirish tez. Ana, lazım bo'lsa men yakanga atlanishga, vasitchini tepishga tayyor. Dadamdan keyin menga eng aziz inson siz. Men dadamga yordamlash uchun har qanday ishga hozir. Hadichaning kirpiklari namlashdi. U kamzulning yanchug'ini qo'lyog'liq chiqarib ko'zlarini etdi. Ammo hamon to'xtamay iqiyotgan yosh uning dard alamga to'lgan chehrisini yuvib o'tmoqda edi. Agar Ishoq xo'ja bo'lgan bo'lsidi, Muhammed Hashim anasiga tasalli berib, uning sochlarini siladi. To'liq qayg'urmang ana, qo'rqinchli hech nima bo'lgani yo'q-ku. Dadam bir amal topidi. U harvumi sunmay, o'kizning aman qilishini qo'lga keltiraydi. Bu so'zlarni Muhammed Hashim ishonchsiz etdi. Hadicha mazkur suhbatning yuz berganligiga afsuslandi. U hiyli bo'lgan gaplarni amalga oshmaydiganligini tushunadi. Ular Muhammed Han bilan Xudobandiga ta'sir ko'rsatadigan nopuzliq g'o'jini topolmadi. Ular Muhammed Han bilan Xudobandini yaxshi qo'p qila olmadi. Nima qilish kerak? Bolarimning istiqboli bugungi qarim-qarshilik terkishishga bog'liq. Mening taqdirimmi mushu to'qinishga munosabatlik bo'lib qoldi-ku. Nima qilish kerak? Hadicha chunqur xiyollarga berildi. U azroq xotirjam bo'lgandek bo'ldi. O'g'ilni emas, hammadan avval o'zini tetiklashtirish maqsadida til qatdi. Albatta, men dadam bilan gaplashishga tirishaman. Uni niyatidan qaytarish uchun qo'limdan kelgan hamma ishni qilaman. Orliqda o'rnagan qisqa sukunatdan keyin chunqur tartib dedi. Ammo mening qo'limdan nima keladi? Men ajiz bir ayol tursam. Bu so'zlar Muhammed Hashimni ikki xil tuyg'uga selib qo'ydi. U ajizlik bilan adolatsizlikni his qildi. Ajizlik Muhammed Hashimning o'ziga tegishli edi. O'zini cho'ng va mustaqil deb hisoblab yurgan u hech nimaga qodir emasdi. Dadasiga ozroq bo'lsa ta'sir tekuzalmadi. Hatto onasiga tasalli berolmayotdi. Adolatsizlik deganda Muhammed Hashim uning adolatsizlikning hammaga tegishli ekanligini yaxshi sezadi. Turpanni 10 yildan ortiq boshqarib kelayotgan dadasi Xudobandi uchun kelajakda lavozimidan mahrum bo'lib qilish tamoman adolatsizlik edi. Muhammed Han uchun bo'lsa, aksicha dadasining turaqliligini buzib bosh ko'tarishi adolatsizlik edi. Hadicha o'g'lining uzoq so'zlagan bu sukutini o'zi tushundi. Muhammed Hashim dadasiga bek ishinib umid qilyotdi deb o'yladi u. Amaliyotda shunday bo'lishi kerak. O'g'li dadasidan faxrlanishi lozim. Uning qanday ekanligidan qat'iy nazar Xudobandi bolalari uchun ko'p narsalarni qildi-da. U o'g'illarini o'qitdi. Farzandlari Yakan bilan Turpanning eng tanliq madrasalarida bilim oldi. U o'g'illarini jasur va mardona qilib tarbiyaladi. Xudobandi ularga yaxshi ota bo'ldi degan xiyollar o'tdi Hadichaning beshidan. Aytqina o'g'lim, dadangni o'rnida sen bo'lsang nima qilarding? Muhammed Hashimga murojaat qildi ana. Xuddi dadam o'xshash qilardim, o'ylanmay darrov javob berdi Muhammed Hashim. Hadicha jimib qoldi. U yig'idan ishib ketgan ko'zlarini qo'l yog'lig'i bilan yana surtdi. Uning uchun hamma narsa aniq bo'ldi. Yaqin arada biror yaxshilik kutishning hojati yo'q. Xudobandi endi o'z niyatidan qaytmaydi. 9-bob oyoqlashdi. Bugungi programmamiz mush yerda oxirlashdi. Diqqat berganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar aziz qarindoshlarim.